Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sadiq TV kanalidan Sodirjon. Sizlarga Imzo kompaniyasining sifatli ish deraza romlari haqida ma'lumot beramiz. Bu galgi ma'lumotimiz Imzoning eng zo'r fermo 65 profili hamda 6000 intervyu. Bu yer hammasi high-tech holatda bo'lgan. High-tech o'zi nima? Mana shu uy high-tech bo'ladi. Videoni ko'ringlar, agar yoqsa, xuddi shunaqa obyektlar bo'lsa, bog'langlar, chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Video ma'lumot berish boshlayman. Ko'cha tarafdan, asosiy bu tomonda ko'cha tomonda rom qo'yganmiz. Endi keladigan bo'lsa 2 metr, bo'yi esa 165. Bir tomon ochilish bo'lgan, bir tomon katta gulxo'y, high-tech fason uchun juda ham zo'r. Bunda hech qanaqa oshiqcha narsa ishlamaydi. Uyni asosiy kirish qismiga kirganimizda bizni juda ham baland high-tech hovli kutib oladi. Ko'rishlar mumkin, bu yerda hammasi splashno, tepada framoga hech nima yo'q. Mana bu yerda katta fasonda ikkita chekka ochilish qilganmiz, o'rta katta panorama. Mana bu yerda high-tech fason uchun qarang, orqa tomonda qora tanlangan, ya'niki radiator oqdan ko'ra. Oynalarimiz energiya tejovchi, termo 65 1 kvadrat metr 260 250 atrofida va energiya oynalar bilan plus-minus qimmatroq bo'ladi. Rangiga keladigan bo'lsak, bu Lux Antrazit, mana ko'rishlar mumkin, juda ham zo'r holatda turibdi. Energiya tejovchi oyna funksiyasi asosiy ko'chada issiqlikni xonacha kiritmaydi qishda, ichidagi ataplan chiqqan issiqlikni xonacha olib qoladi. Eshigimiz termo 65 splashli fasonda, bu keladigan bo'lsak 235 atrofida, eni esa 148 145 atrofida bitta katta bitta kichkina qilganmiz, kirishga qulay bo'lishi uchun. Tashqariga ochiladi. Ko'rishlar mumkin, 3 ta rampetli bemalol ko'taradi garantiyasi bilan. Hovlining zeleniy zonasi bor, bu yerda fontan. Mana bu yerda gulxo'y rom, eni keladigan bo'lsak, eni 65-70 atrofida, bu esa uni bilan bir xil 235 atrofida. Bu ham gulxo'y holatda ochilmaydi, lekin xonaga yorug'lik beradi. Endi esa asosiy uyni chiroyli qiladigan qismi bu yon tomonda 90 gradus ishlatilgan profil. Asosiy uyimizda ko'rib berib turgan narsa mana bu yerda termo 65 truba bilan ishlatilgan. Trubani qaranglar, bu tomonda 90 gradus ishlatsa ham bo'ladi, xolisi 135 gradus kelgan. Ya'ni ko'ryapsizlar, bu tomondan kelib, bu tomon ketyapti. Buni ham kvadrat metr o'rtacha 260-270 dollar atrofida, o'rta katta panorama. Mana bu qismi ochiladi. Mana ko'ryapsizlar, bo'g'ilish. O'zining rangidan bo'ladi hammasi. O'ta idealniy sifat bilan ishlangan. Mana bu yer ham xuddi shunaqa ikkita chekka ochiladi. Bu eshigimiz ham narigi tomonda eshik bilan bir xil tashqariga ochilish. Endi bu tomonda uyning asosiy gabarit qismida ikkita uglovoy berilgan. Uglovoylar bir xil. Bu tomon splashni ochilish bo'lgan. Ochilish qismini ko'rishimiz mumkin. Mana shu splashni ichkari ochiladi. Nima uchun ichkari olmayapman? Chunki odatda video obyektda polni bitgandan olgansam ichkariga kirmayman, faqat tashqari qismini ko'rsataman. Energiya tejovchi oyna mana ichkarini ko'rib turibsiz, salqin bo'lganligini ko'rsatyapti mana. Bu tomon nur tushadigan bo'lsa, uncha ko'rsatmaydi. Tepa tomonda mana panorama katta bo'lgan. Va mana bu yerda qaranglar, ikkita. Mana eshigimiz endi keladigan bo'lsak, 170, bu esa 115 atrofida. Mana ko'rishlar mumkin, 1,5 qanotga juda ham zo'r chiqadi. Mana esa nimaga uchun petla ko'p qo'yganman? Sabab bo'y baland, ko'ryapsizlar? Mana shu bo'y 274 sm. Agar 274 qilaman desanglar, xuddi shunaqa bo'ladi. Mana ruchka 1 metr, 1,8 sm, bu yog'i esa tepa baland. Mana ham xuddi shunaqa. Idealniy. Hammaga shunaqa chiroyli nasib qilsin. Mana bu yerdagi rom eni keladigan bo'lsak 160, bu chekkaga 2 bo'lib ochilish qismini 70 qilganman. Tepagacha ochilish bo'lgan. Bu ham havo almash uchun bu oshxona bo'lgan. Mana shunday holatda. Qaranglar, fasadlari tayyor bitgan. Xudo xolsa Imzo mahsulotlari bu yerga juda ham chiroyli xizmat qiladi. Videomiz qisqacha bo'ldi. Xudo xolasa, agar sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli ish deraza romlar kerak bo'lsa, bog'langlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.